Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Navbatdagi videomiz ko'pchilikka foydasi tegadi degan umiddamiz. Bu artel xolodilnigimiz chiqqaniga ko'p bo'lmagan, 5 yil yoki 6 yil bo'lgan. Bizga sovutishda muammo bo'lib keldi. Sababi xolodilnigimizni mana ko'rishingiz mumkin. Tak qismida chirish paydo bo'lgan. Chirish nimaga bo'lgan? Chirishi xolodilnikni tiks o'rnatilishidan kelib chiqadi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Ishiga yaxshi ushlamaydi. O'z-o'zidan bu dvigatelga ziyoni bo'ladi. Xolodilnikni asli oldini orqasiga qaraganda 3 yoki 4 sm balandroq qilib qo'yilsa, shunda xolodilnigimizdagi mana muzxonasidan, morozelkasidan oqib tushgan suvlar xolodilning shu qismiga to'planadi. 15 kunmi, bir haftami, bir oydan bir tozalaganda artib tozalab tashlayveradi. Oldi balandroq tursa, oldi chirishi bo'lmaydi, oldida chirish bo'lmaydi. Chiqqaniga 15 yil, 20 yil bo'lgan xolodilniklarimizni ham ko'rsangiz yangida turgan. Sababi shu holatda o'rnatilgan xolodilnik. Xolodilnikni oldi qismini 3 yoki 4 sm balandroq o'rnatish kerak. Shunda shu oldi qismidan chirib ketmaydi. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, shu hunarni bizga o'rgatgan ustozlarimizga rahmat aytib qo'ysana bo'ldi. Xo'p, bizda oziq-ovqat do'konlari uchun vitrina xolodilniklari ham bor, o'zimiz tayyorlaymiz. Siz xohlagan razmerda. Telefon nomerlarimizga keladigan bo'lsa 90 261 02 03